Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yangi Brawl Stars'da do'stlar, bugun sizlar bilan yangi video olamiz. To есть birinchi videoyim. Do'stlar, kommentariyada kim ko'p komment yozsa, akkaunt podarka qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Akkauntlar vashi ko'p. Akkauntlar ko'p do'stlar. Podarka qilaman. Xudo xolasa men ham yangi akkaunt olmoqchiman. Normalniy akkaunt. Keyingi videolarim shunaqa akkauntda bo'lishi mumkin. Xudo xolasa hozirgi videoning akkauntida bo'pti do'stlar. Bo'lmasa mana shu akkauntda o'ynab qolamiz, ana bo'lmasa ketdik. Justice is foolproof. Case closed, casket open. Welcome to Fool. You're canceled, punk. Just another day at the Velocity. You're swinging. Case closed, casket open. Hey, let's keep it above waterline. You pay. Justice made us smash today. Don't test me. Xo'p, do'stlar, mana keyingi videoda men ikki questlar bajaraman. Men bitta bajarib qo'yib bo'lganman. Keyin men bitta 10 ta stardropdan nima tushishini yozib qoldiringlar. Nima tushganini topgan odamga Brawl Pass olib beraman. Bo'pti do'stlar, bugungi video tugadi. Keyingi videoda ko'rishguncha.